Ertalabdan bu qo'shni nima qotdilar? Assalomu alaykum qo'shni. Bormang. Charchamayapsizmi? Ha, ertalabdan nima qilyapsiz mashinangiz oldida? Muborak bo'lsin. Mashinaga ana qanday yo'l taqishni umid qilaman. Ko'rsataymi? Sana chiqib ketish bilmayman borku. Ha, hali ham topa olmadingizmi qatga ketish? Sana chiqib ko'p ekan. O'tda ham bor, daryoda ham bor. Tegida emasmi? Chigida ham bor. Qavmi ham bor. Bosh qotdi-da. Xullas, meni qo'qolarimiz. Ay, bitta joyga tiqib qo'yavering. Go'shti ham yo'q deb xullas shunaqa yurimiz mana. Olasangiz mana Monzami, Monzaga ham zarar tiqib yuboramiz. Bizga farqi yo'q. Eng muhimi zarar chiqdi. Alo. Qo'lingizdagi pilsozga ham o'xshaydi ekan lekin. Agar o'zi quyoshdan zarar oladi, quyosh panelini qo'yib qo'ygan zarar oladi. Yuriyundan ko'ra aylantirib kelaman. Bo'ldim, zarar qilmaydigan bo'ldingizmi shunda? Yaxos quyoshga qo'yib qo'yaman, quyosh issig'ida turib o'zi zarar oladi. Ketdik. Mashina videoga ketdik.